Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Balalar kelgusining umid yulduzlari, balalar vatanning izbosari. Farzandlarni g'oyalik, axloqlik, bilimlik tarbiyalash jamiyatning mangulik ishi. Şinjanning ko'p millatlik madaniyatiga hurmat qiladigan, bir-biri bilan inoq yashaydigan, keng qo'lsaq, jo'shqin, zamonaviy balalarni tarbiyalash bizning mangulik burchimiz. Yaqında Şinjan Xalq Sahiya Nashriyati tarafidan Baxt Risolasi nomli kitob yorug'liqqa chiqdi, nashr qilindi. Biz bugun mushu kitobni cho'rdab muhokama etib boramiz. Men oldi bilan bugungi suhbatda taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Universiteti Filologiya institutining o'qituvchisi, folklorshunos Tursun Savut Udmish. Şinjan Xalq Fan Texniki Nashriyatidan Hamida Saydalim. Keng yaş atanlarga, şundaqla kelgüside ata-ana boğucularga, ecdatlarımızın annenevi aile terbiyesi, milli örf adetleri, şundaqla ballarni sağlam terbiyelep çıkıştaki bir destur boptu dep qaradım. Bizde mana shundoq bir narsa komki. Biz cho'qim tuzishimiz kerak bu narsani deb o'yladim. Keyin mana bu maqolimdagi bu narsa shu cho'ngdadan bizga oddiy holatda har bir navrlarga qoldirgan bir nasabnoma. Buningda bizning 9-avlod bo'lmizgacha ismlar xotirlangan. Tursun muallim mushu Şinjan Xalq Sahiya Nashriyati tarafidan nashr qilinib taqtilgan Baxt Risolasi nomli mush kitobninki mavzusida ajoyib bir gap bor ekan. U nima deganda oila tarixiga bo'libmi oilaning tazkirchiligiga tutishadigan ajoyib bir gapni uchratdim. U bo'lsa-mu bu kitob mushu oila tazkirchiligining ultishi degan gap mening diqqatimni tortdi. Balki mush kitobninki nashr qilinish munosabati bilan bu kitobni ko'rib chiqqan bo'lishingiz mumkin. Sizning nazaringizda mush kitob qandoqroq chiqibdi? Mundaq bir qancha tarafda menga qattiq ta'sir qilgan taraflari bor deb qarayman. Birinchidan, ota-onalarga, bolalarga tarix va nasabnoma qoldirish odatini davomlashtirish va umumlashtirish uchun chaqirilgan va da'vat qiladigan bir chaqiriqnoma, bir da'vatnoma bo'pti desakmi, hargiz mubolag'a ortiq ketmaydi. Ana ikkinchisi, keng yosh ota-onalarga, shundaqla kelgusida ota-ona bo'g'uchilarga, ajdodlarimizning an'anaviy oila tarbiyasi, milliy urf odatlari, shundaqla bolalarni sog'lom tarbiyalab chiqishdagi bir dastur bo'pti deb qaradim. Bo'libmi, bolalarni 40 suyga olganda diqqat qiladigan bir qism odatlar, bizning an'anaviy iramlarimiz, mushuni bilan munosabatlik bo'lgan nurg'un bo'limlar nihoyatda yaxshi yaratilgan. Bo'libmi, bolalarni beshikka bo'lib tarbiyalash, shundaqla bolalarga ona sutni berib cho'ng qilishda bu alaytanda bir ta'kid bor deyishga bo'ladi. Ana uchinchi jihatdan ota-onalarning mushu farzandlardan kutadigan orzu umidlari, shundaqla konkret talablari, ya'ni ota-boquvchilarning mas'uliyati nima? Ya'ni qandoq bo'lganda yaxshi ota-ona bo'ladi? Mana mushuning talablarimi nihoyatda konkret yaxshi o'ttirib qo'yilgan. Yana birisi mushu bola beqishdagi bir qator shartlar. Bo'libmi, bolalar 3-4 yoshga kirgandan keyin bolalarga hikoya aytib berish orqali bolalarni tarbiyalash. Undan keyin tantarbiya odatlari, ya'ni bolalar o'yinlarini o'ynatish orqali, tantarbiyaga da'vat qilish orqali bolalarni sog'lom tarbiyalashdikimi nihoyatda nurg'un yaxshi mushu narsalar o'ttirib qo'yilgan deyishki bo'ladi. Bu kitob 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi mazmunlar kirgan bo'lganligi uchun mana mushu turlik mazmunlarga bab keladigan bolalarning tili bilan yozilgan intayin tatliq she'rlar, shundaqla hikmatlar bilan nihoyatda yaxshi bezilibdi. Bo'libmi, bu kitob haqiqatan olib aytganda mushu bolalarga baxtning yo'lini ko'rsatib beradigan, ota-onalarni
bolalarni har jihatdan yaxshi tarbiyalaydigan, ismi jismiga loyiq haqiqiy bir baxt risolasi bo'pti deb qaradim. Endi Hamida, siz mushu Baxt risolasi nomli kitobning tuzguvchisi ekansiz. Endi bir narsani bilgim kelyapti, qanday bir maqsad, qanday bir sabab tufaylidan 0 yoshdan 7 yoshgacha bolalarning o'sib yetilishiga bag'ishlangan mushunda maxsus bir risolani tuzishni o'ylashib qoldingiz. Men endi nasabnoma deganni har bir oilada bo'lishga tegishli bir qimmatli madaniy meros deb qarayman. Endi men bu kitobni tuzganda rostini desam, nasabnoma to'g'riliq unda chunqur izlashim qilib baxmagan. Lekin men oilamdan nasabnomani ko'rgan. Mening ota-bobom bu jihatdan ahamiyat bergan. Ya'ni bizning ota-bobolarimiz oilamizda bizga shu o'zlarining maxsus tuzgan daraxt shakllik, anandan chambar shakllik har xil tuzgan nasabnomalarni bizga ko'rsatgan. Shu orqali bizning ota-bobolarimizni bizga bildirgan, ularning tarixini bizga bildirgan. Men endi oshlarning ta'siridan shu tarbiya ostida cho'ng bo'ldim. Bizda mana shunday bir narsa komga biz cho'qim tuzishimiz kerak bu narsani deb o'yladim. Keyin mana bu maqolamdagi bu narsa shu cho'ng dadam bizga oddiy holatda har bir navrlarga qoldirgan bir nasabnoma. Buningda bizning 9-avlod bo'lmizgacha ismlar xotirlangan. Ya'ni birinchisi Emin Xo'ja Niyoz Xo'ja, ikkinchisi Musagun Emin Xo'ja, uchinchisi O'ranzib, to'rtinchisi Malikzod O'ranzib, beshinchisi Xo'shnizod Malikzod, oltinchisi Xolizod Xo'shnizod, yettinchisi Mazamzod Xolizod, sakkizinchisi Ilyos Mazamzod, to'qqizinchisi Jahangirbek Bahrombek, 10-si Jahangirbek Hokimbek Xo'ja, ya'ni Hokimbek Xo'ja deb atalgan. Yuqorqi 9 ota bizning 1732-yildan 1957-yilgacha ayrılmay, şu Jungo akımitler birleşip ayrılmay hizmet işleyen ata-bobolarimizning nasabnomasiga agar mushuni cho'nglar bizga so'zlab bermagansa, men bu jihatda tarbiyaga ega bo'lmagan bo'lardim. Keyin 97-yillari Tarix G'unchilari jurnalida mundaq bir sahifa ajratildi, ya'ni mening yiltizim deb. Bu chaqdimi biz shu cho'nglarning yetaklashi bilan mening yetizim degan sahifaga bizningki 10 avlod ota-bobomizni Tarix G'unchilari jurnaliga avatdi. Endi mushlardan men his qila oldimki, oila tarbiyasi hammadan bek muhimki. Oilada biz bolalarga qanday tarbiya qilsak, bolalarning idisiga shu singidiki. Men shu oilamning tarbiyasi ostida nasabnomaga nisbatan menda ma'lum bir tushuncha paydo bo'ldi. Keyin o'qish kelgandan keyin bu kitobni tuzish xiyoli paydo bo'lib, dastlabki qadamda endi mush nasabnomani tuzishni bolalardan boshlash kerakligini zarur deb his qilib bu kitobni tuzib chiqdim. Endi bizda qadimgi vaqtida nasabnoma qoldirish odati bo'lgan. Bilik tarbiya onadan boshlandi. Endi onalar biz mushu ishni oilamizdan boshqalarga kitob sovg'a qilishni o'zimizdan boshlasak, bu nihoyat ahamiyatli bo'ldi-ku deb qarab, mushu gapni qatqa. Tursun muallim, men mushu Baxt risolasi nomli kitobni varaqlab ko'rdim. Endi buningda oila tarixini bilish, oila nasabnomasini yezish ta'kidlanibdi. Nurg'un inchki mazmunlar mushaqdiki mazmunni yadro qilibdi. Ham demak, mushu bolalarga bag'ishlangan mush kitob bir oila tarixini yezish, nasabnomani yezish bugungi real vaziyatda intayin qimmatli qo'daymi? Hammamizga ma'lum tog' daryolarningmi tazkirasi bo'ladi. Cemiyetning eng kichik hujayrasi bo'lgan oilaningmi cho'qim nasabnomi bo'lishi kerak. Endi nasabnomi degan zodi nima deganda er tarafni asos qilgan, nikohdan shakllangan urug' tuqqandochilik, qavmi qarindoshlik munosabatini tushuntirib bergichi bayon va tarix xarakterlik material odatda oila nasabnomasi deb qaraladi. Bizning ajdodlarimiz nihoyat qadimgi vaqtida tazkira tarjimal adabiyot xarakterida nasabnoma qoldirib kelgan. Yeni Uyg'urlar ichida nihoyat nurg'unlagan tazkirlar va avloddan avlodga tarqalib kelgan. Masalan, tazkira Abdurashidxon, tazkira To'rt imom, tazkira Uvaysxon, undan boshqa atoqli tarixshunos olim Muhammad Sodiq Kashgarining tazkira Azizon, tazkira Xo'jikon degan mana mushu ulug' asarlarda bizning ajdodlarimizning nasabnoma shajarlari xotirlangan. Endi bizda qadimgi vaqtda nasabnoma qoldirish odati bo'lgan. Men bundan 20 yil burun Kuchadan ekilingan bir nasabnomani ko'rgan. Bu nasabnomining uzunligi 3-4 metr keladi. Intayin chiroyli, atrofini chiroyli naqshlar bilan, shunda chiroyli xat bilan
bezab yozgan. Bu keyin anglasam hozir Atmurayli qadim asarlar kitobxonasida saqlanib o'tibdi. Bo'libmi Qumul Uyg'urlarida 7 ajdodini bilmagan talva uydur yoki kalidur degan hikmat bor. Bu hikmat bizga nimani aslatadi deganda, bu dal bizga mana shu nasabnoma qoldirish va shajara qoldirishning intayin muhimligini eskartadi. Yuqorida o'tgandek, endi Hamida o'zining 9 avlod shu shajarasini tilga oldi. Bu Şinjan'da kam tepiladi. Kam tepiladi. Endi uningdan boshqa, shu xili bilimlik odamlarning hozir, xili dangliq shaxslarning biz hozir shu ota bovusini surishtirsak, jiqlari qanchalik biladi desa, ulug' bovsigacha biladi. Endi ulug' bovining u taraflarini bilinmaydi. Bilinmaydi. Demak, mana mushundaq bir sharoitda bizning endi nasabnoma qoldirib, avlodlarga bu xil madaniyatni o'rgatishimiz intayin muhim deb qaradim. Hamida bilishimcha, shu Baxt risolasi nomli mush kitobninki tunji qitim nashri 2006-yil nashr qilinibdi ekan. Endi u vaqtida buni setib olgan yangidan to'y qilgan atalar bo'lsin, nurg'a oilalar buning manfaatini ko'ribdi ekan. Balkim ularning tashakkur xatlari, xushalliqlari sizga yetgan bo'lishi mumkin. İlgirki nashr qandaraqdi? Bu kitobni men tuzishga boshlaganda, texi men oila qurmagan vaqtim bo'lganligi uchun ma'lum tajribalarga ega emas. Lekin bu kitob nashrdan chiqqandan keyin nurg'un otalarning yaxshi ko'rishiga erishibdi. Mayli men Janub Shinjang, Shimol Shinjangga boray, qanday ishqib mushu xatirni, mushu albomni setib olganlar hammasining naytda xushalliq inkaslarini, menga rahmat xatlarini o'sha yerga hatto Yusrani rahmatlarini topshirib oldim. Undidar chiqqandan keyin hammamiz bilamiz, endi undidar nurg'un to'plar qurildi. Bu chaqda endi men bir necha to'plarga kirib qoldim. Ya'ni nurg'un ilg'or onlarning tashkillashidan qurilgan to'plar. Bu to'plar bu kitap haqida nurg'un suhbatlar bo'ldi. Yani bu jarayonda nurg'un qimmatli taklif fikrlarni topshirib oldim. Ya'ni shu vaqtdagi mening endi saviyarim, texnik jihatdagi ojizlik shu sabablardan endi masalan bosma jihatdagi, loyiha jihatdagi ba'zi kamchiliklarni his qildim. Shunga bu qitim keyingi nashrda biz Quyosh kitobxonasi bilan hamkorlashib, buning texnik mukammal chiqishiga tirishdik. Balla o'zining ajdodini, o'zining millatining tarixini bilmasa, o yiltizsiz daraxtga, manbasiz suvga o'xshab qoladi. Biz o'zimiz yo'q narsani hargiz bolalarga bermaymiz. Shuningga men bu ona til yozig'imizning nayt qimmatli miros ekanligini bolalarga bildirish uchun, yosh onalarga bildirish uchun o'zimning mush xatotlik san'atini mushunga kirgizib etdim. Endi tursun ma'lum har qanday ishni oildan boshlash, bo'libmi shu bolalarning vujudidan boshlash kerak deb qaraymiz. Ma'lumjon aytgan mush kitob bizdagi qanday bir bo'shliqni to'ldirdi deb qaraysiz? Meningcha bu kitob tuvandagi 3 jihatda bo'shliqni to'ldirdi deb qaradim. Birinchisi, bu kitob bizga bo'libmi yosh ota-onalarga, farzandlarga, kelgusi ota-onalar bo'ladiganlarga, shundaqla avlodlarimizga tarix, nasabnoma, madaniyatimizni, an'anamizni umumlashtirishda biz xarakterlik natija yaratibdi deb qarayman. Chunki buningda yuqorida deb o'tgandek nayt bir muhim mazmun, shu udum ajdodni bilish, avlodlarga shu nasl nasabni qoldirishning muhimligi nayt ta'kidlangan. Bu mush jihatda bir biz xarakterlik natija bo'libdi deb qaradim. İkincisi, balla tarbiyasidagi bo'shliqni to'ldiribdi. Endi balla tarbiyasi haqida hozir kitoblar bakjiq. Jiq. Endi bu kitob yuqori kitoblarga o'xshamaydigan holda nima deganda, ya'ni ham shu rasm bilan, ham hikmatlik so'zlar bilan, she'rlar bilan, isil xatlar bilan, loyihalar bilan jalbkor qilib ishlanibdi. Üçüncüsü, endi kitobning bat loyihasi, rang, rasm, xatotlik, qog'oz, sifat jihatda bir bo'sh xarakterlik natija yaratibdi deb qaradim. O'zimizning til yozig'imiz bilan, o'zimizning milliy odati, an'anaviy mush odatlarimizni jamlagan mana mush Baxt risolasi maydon keldi. Maydon keldi.
Bu demek bu jihatdimi bir büyük karakterlik natija yaratib deb qaradim. Mana bu sebepten anlaşıla qaraganda bu kitap Tayvandagi mush xalqaroliq kitap ko'rgazmasiga alaytanda qo'yilibdi. Endi Tayvandagi taraqqiy qilgan mushundaq bir joyda xalqaroliq kitap ko'rgazmasiga Uyg'urcha xatba butunlay Uyg'urning til, yoziqi, madaniyati, urf-odati bilan loyihalangan mushundaq bir kitobning qo'yilishi bu hammamizning sharafi, hammamizning iftixori. Endi Hamida shu Baxt risolasi nomli kitobninki nihoyat ko'rkam qipivaki. Xolsa qarsam, oshningda shu yasli ishidagi bolalarning o'qish bitirish xotirasi, uningdan boshqa tug'ut yo'qlashdagi eng ahamiyatli sovg'at degan ikki oshqushlik gapni uchratdim. Endi bak husnixat shaklida yozilgan shu gapni yozibsizlar. Endi shu gapni yana bir sharhlab o'tamsiz. Hozir bog'cha ma'rifi asosan umumlashib bo'ldi. Hamda dastlab bu kitobni tuzganda faqat 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarninki shu ish faoliyatlarini, ota-onalarning tilaklarini xotirlaydigan qilib tuzgan. Keyin bu keyingi nashrda bo'lsa men birinchidan ona bo'ldim, bola tarbiyalab boqdim. Ikkinchidan men tajribaga ega bo'ldim. Ondan keyin boshqalarning qimmatli taklif fikrlarini oldim. Uchinchidan o'zim nashriyat tashildim. Bu jarayonda hamda kasbdoshlarimning qo'llashi bilan kasb jihatimi, ma'lum jihatda pishdim, yetildim desam bo'ldi. Ondan keyin bu keyingi nashr kelganda shu bog'cha ma'rifining bolalarning hayotida nihoyat muhim ekanligini tunib yetib, shu bolalarning shu bog'chadagi sharkatlarini, ya'ni o'qituvchisining tilaklarini, ya'ni ota-onalarning shu bolalar bog'cha kirganda, har qanday ota-ona bolalar bog'cha kirgandan keyin boshqa yangicha umidlar bilan, nurg'un tuyg'ular bilan kirdi. Mana shundaq o'zining go'zal tuyg'ularini, armonlarini yezib xotir qoldirsin degan maqsadda shu bu qitimqi nashrda u mazmunni qaytyapti. Bu tug'ut yo'qlashdiki yaxshi sovg'at deyishimizga sabab endi bu 2 yil bo'lib qoldi kitob o'qish yili degan gap chiqqili. Endi biz kitob o'qishni eg'izimizda bu tashviqot o'rinlarida endi tashviq qilgandan ko'ra o'zimizning amniyat orqali bir tashviq qilsak texim yaxshi bo'ldi-ku deb bo'libmi bolalarning tarbiyasida ona bak muhim o'rinda turganligi uchun bu kitob endi ko'pincha endi tarbiya onadan boshlandi. Endi onalar biz shu ishni oilamizdan boshqalarga kitob o'qishni o'zimizdan boshlasak bu nihoyat ahamiyatli bo'ldi-ku deb qarab shu gapni qatqa. Tursun muallim, oila ma'rifi kelajakning yo'l xiti. Endi ota-onalar bo'lsa, oilada farzandlarning tunji ustozi. Ota-onalar bolalarga boshlamchi bo'lishda, bo'libmi o'zlik tarbiyasi berishda o'zi qanday talablarni qo'yish kerak? Birinchisi, biz oldi bilan o'zimizning farzandiga o'z millatimizning ona til yoziqini, o'z millatimizning esil an'anaviy urf odatlarini, axloq fazilatlarini bildirishimiz kerak. Bu bizning farzandlarni tarbiyalashga eng muhim narsa va eng muhim omil. Ikkinchisi, biz farzandlarga cho'qim o'z millatimizning tarixini, o'z jamoatimizning nasab nomusini bildirishimiz kerak. Bolalar o'zining ajdodini, o'zining millatining tarixini bilmasa, u yiltizsiz daraxtga, manbasiz suvga o'xshab qoladi. Bizning ajdodlarimiz ilgirdan tortib tarix qoldirishga sus qargan. Tom kitoblarni yozgan mashhur olimlarimizning o'zining nasl nasab haqida hech qancha bayoni yo'q. Biz tarixni bilsak, ajdodlarimizning ish faoliyatini bilsak, bolalarni shuncha yaxshi tarbiyalaymiz. 4. Ota-onalar oldi bilan o'ziga qattiq talab qo'yib, o'zi ulgi bo'lib, o'zining farzandlarini har taraflama iqtidorli farzand qilib tarbiyalash kerak. 5. Shu bolalar tarbiyasida o'z millatining madaniyatini yaxshi ko'rish bilan birga ilg'or allarning madaniyatini muvofiq turda qabul qilib, zamonga loyiq farzand tarbiyalashga muhim ahamiyat berish kerak. Oxirgi bir masala. Cho'qim bizning yoshlarimiz mayli ota-ona bo'g'onli bo'lsin, mayli ota-ona bo'g'ichilar bo'lsin, yuqorida o'tgandek kitobdan iborat yaxshi do'stdan qat'iy ayrilmaslik kerak. Bo'lib 2015-yili kitob o'qish yili deb
nayt yaxshi tashabbuslar o'tirib qo'yildi. Nurg'un yaxshi ishlar bo'layotdi. Bo'lsa, buni bir yil demay, davomli qoldi. Davomli qoldi mush odatni davomlashtirsak. Bo'libmi oilada bizning hozirgi ota-onalar ishdan tushib, tilpin o'ynamay, undidorga chiqmay, balasining yanida cho'qim bir kitobni ochib, kitob o'qish kerak. O'zi ulgi bo'lganda balalarimo kitobni o'qiydigan bo'ladi. Hozir biz hammamiz mush undidormi tilpinning quliga aylanayotimiz. Agar mushu undidor mush tilpinning quliga aylanishdan iborat bu vaziyatni biz tugatamasak, kelgusi bizning avlodlarimizning ish chataq. Shunlashqa biz kitobni qancha so'ysak, millatimizmi shuncha ro'noq topadi. Endi Hamida, mushu Baxti risolasi nomli kitobni varaqlab kirish so'z o'tgandan keyingi qismida mushu 11-asrda yashagan buyuk olim mutafakkur Yusuf Xosojibninki nihoyat esil bir she'ri mush kitobdan o'rnabdi. Anglasam siz mushu husni xatni siz yezibsiz. Demak, husni xatga ishtiyoq bor degan gap. Bunda bo'lsa, mushunda husni xatni, shillatni mush kitobning ichiga kirgizdingizmi qanday? Xattatlıqni men kichigimda o'rgangan, ya'ni 12 yoshimdan boshlab o'rgangan. Xattatliq bo'lgan ishtiyoqim alayda yuqori. Hamda men mush xattatliq qilish jarayonida his qilganim, birinchidan xattatliq qilsa, ayollarda bo'libmi ayollarda ham yuksak sabrchanlikni talab qildim. Chunki xattatliq uzoq vaqt mashq qilish jarayonida yetilgandan keyin, andan keyin ayollarning safosini ko'tardi. Uchinchidan, bolalarni tarbiyalashga ma'lum asosga ega. Chunki endi xat yozgan odam cho'qim buning mazmunini tanlash uchun kitob ko'rishga majbur bo'lamiz. Shu kitoblardan mazmun tanlab, anandagi o'zini xat qilib yozishga to'g'ri keldi. Shunlashqa bu xattatliqda endi masalan, ona xat yozsa, ona qo'li qalam olsa, ona qo'li kitob olsa, bola oilada shuni ko'rib cho'ng bo'ladigan gap. Biz o'zimiz yo'q narsani hargiz bolalarga beramaymiz. Shuningga men bu ona til yozig'imizning nayt qimmatli miros ekanligini bolalarga bildirish uchun, yosh onalarga bildirish uchun o'zimning mush xattatliq san'atini mushunga kirgizib etdim. Bu kitobni ko'rib, men endi mush kitobning mas'ul muharrirligini ishlaganligimdan shunday xursand bo'ldim. Chunki bu kitobdan men nurg'un yangiliklarni bayqadim. Davrimiz ishlari taqozo bo'layotgan nurg'un esil, sarxil mazmunlar mush kitob kirgizilibdi. Tunji nashrnimi bizning idora chiqargan 2006-yildagi nashr bilan bu yangi nashrni silishtirib ko'rib, yangi nashrdagi nurg'un yangiliklarni bayqadim. Keyinda qo'shimcha qilib mush 7 yosh bog'cha hayotini oxirlashtirgan mazmunlarni to'liq kirgizilibdi. Onundan keyin yana bir xush bo'lgan tarafim bu kitob nashrdan chiqqandan keyin bizning nashriyat, hatto Shinjongdagi nashriyatlarning ichida mush bosma sifatiga alohida ahamiyat bergan, bosma sifati eng sarxil bo'lgan yangi kitoblarimizning birisi bo'lib chiqdi. Buningda nashriyatimiz shunday xursand bo'ldi, biz uchun katta ish bo'ldi deb qardik. Baya Tursun efendim dedi, ma Tayvandagi nashr nimasiga qatnashtirilgan deb, biz uchun bir sharaf ib keldi deb o'ylasak bo'ldi. Onundan keyin mazmun jihatdan epesam bu kitobda hamda yosh ota-onalarga nurg'un jihatdan bilim berdi. Birinchidan ota-onalarga bilim beradigan eng yaxshi kitob bo'la oladi hamda yangidan baliq bo'lgan ota-onalar cho'qim ko'rishga tegishli kitob deb o'yladim. Ikkinchidan bu kitob 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarningki o'zining albomi deb hisoblasa bo'ldi. Chunki buningda to'g'rilik isbotidan tortib, butun har bir ish faoliyatini xotirlaydi. Muhim ishlarni bolalar o'z rasm qilib chaplaydi. Shu faoliyatlarning mazmunini yozdi. Bolalarning eng yaxshi aslimlari qoldirilgan bo'ldi. Shunga bolalarning eng yaxshi albom bo'la oladi. Uchinchidan, bu kitob bizningki hamda nasab nomus bo'lib, avloddan avlodga qoldirishga miros bo'lib qoldi deb o'yladim. Chunki buningda bolalar kichik vaqtda ota-onalar mush kitobdagi bolalarning butun ish faoliyatlarini yozib qoldirdi. Bola cho'ng bo'lgandan keyin ota-ona mana o'g'lim seningki mush o'sib yetilish tarixing mushningda bor deb, bola cho'ng bo'lganda ota-ona bolaga so'qis bo'ldi. Bola buni o'ziningki butun ish faoliyatlari bo'lgandan keyin avlod saqlash bo'ldi. Buni hamda saqlanish qiymati bor deb qarayman. To'rtinchidan, hozirgi davrning ehtiyoji bo'yicha yosh ota-onalarga eng yaxshi so'q qilishga arziydi. Yosh ota-onalar mush kitobdan ham bilim oldi, ham bola tarbiyalaydi deb qarayman. Hamida Saydalimdan axir so'raydigan savolimiz,
Endi buningki ilgirki 2006 yılı nəşr qılınğan nusxasını köydük. Bəxt Risalesi namlıq ma yeni nəşrini mi köydük. Endi yeni nəşri ilgirkisi qaraganda biraz toluq, məzmun cəhətdimi biraz kəng. Onundan keyin real ne olubdu deb qaradık. Endi siz muş kitabning chiqishi munosabati bilan kang otalarga, onundan keyin ota-ona bo'lish oldida turayotgan yoshlarga deydigan qandaq yurak so'zingiz bor? Bal tərbiyəsi hazır muşu təxirsiz bir məsələ olub qaldı. Çünki muş yaş ata-analarның bişini qatırayotgan ən halqılıq məsələ desək boldu. Şunlaşqa yaş ata-analarga deydigan yürək sözüm, həmmə tərbiyəni avval hər bir ailə özüdən başlaş kerak. Məyli əcdadlarның nəsəb namusunu tunuşturaydı. Ularga bizning tariximiz şərəflik tarix bolsun yoki nomusluq tarix bolsun, biz şərəfliklərini ularga sözləb, ulardan fəxrləndigan qilishimiz zürür. Nomus biz özümüzün əcdadlarının tarixindən bizge yaxmaydigan ularning endi nomusluq tarixlari bo'lsa, ulardan ibrat oladigan qilib tarbiyalashimiz kerak. Muşlar orqali bolalarga, o'zimizning tariximizni bildirish orqali bolalarga tarbiya ahamiyat berishimiz kerak. Ondan keyin bunun keyingi tarbiyada bolalarga özümüz yaşayotgan jamiyat emas, balki bolalarımızning biz yaşamagan bir jamiyatda yashaydiganligini his qilib turib, tarbiyani musha asosda olib borsak, menimcha texim güzel kunlar aldığımızda balalarning baxti teximi yo'riq bo'ldi, yo'li teximi ichildi deb qarayman. Aile güzel vatan. Aile altın bosoğa. Muşu altın bosoğundan atılgan her qandaq ata-ana özünü operatsiya qilishi, balalarga ulgu bo'lishi, ularni sifatli tarbiyalash kerak. Biz ailede farzandlarni sifatli tarbiyalaymiz deydiganmiz. Mana mushu Bəxt Risalesiga o'xshash, mushundaq sifatli kitoblarga tayinishga to'g'ri keldi. Her bir ailenin engüşleri hesaplangan, şundaqla ularning rishtisini bir-birisiga mahkam çatadigan, mushundaq sifatli o'qishliqlar, yaxshi kitoblar bizga yar bo'lsin. Bugun suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.